real EU5 taman. Xo'p, bitta mijozda ko'rsatmoqchi edik, shuni olib ketyapmiz. Aniqrog'i ham video obzor qilamiz, ham mijozda ko'rsatamiz. Tak, remenni o'tqarmasak bu hozir xabar beradi, o'tqaramiz. Xavfsizlik har doim birinchi o'rinda. Xo'p, xullas qalon men bu mashina bo'yicha nima fikr bildira olaman? Bu mashinani Jizzaxda edi, Jizzaxdan o'zim olib keldim. Ana real probegi 356 kilometr turibdi hozir. Jizzaxga biz mashina olib borgandik, lekin qaytishga o'zim olib keldim. Nima uchun? Test drive qilish uchun va haqiqiy real odzivni qoldirish uchun. Mashina довольно chotki yuriydi, podveskalar ancha yumshoq, jostki emas. Keyin mashinani boshqarayotgan paytda sport rejimga qo'ygandan keyin ochiq aytsam bajarish qiyin bo'lib qolgan, chunki kuchayib ketadi. Shu bilan birga rasxod ham oshib ketadi. Shuning uchun bu mashinaga sport rejimda boshqarmagan yaxshiroq. Keyin mashinani agar 120 dan ziyod, misol uchun 130-140 qilgan paytda orqasi o'ynar ekan. Chunki mashina yengillik uchun shunaqa paydo bo'ladi. Men tavsiya qilmayman. Bu mashinani men 130 ga chiqarib haydadim. Mashina chiqishi spokойно, oddiy eko rejimda chiqadi. Va nimasini aytmoqchiman? Bu mashinada rekuperatsiyasini ham hisoblab ko'rdim. Rekuperatsiyasi zo'r ishlaydi. Eng asosiysi bu elektromobil bo'lganligi uchun hammani qiziqtiradigan savol nima? Probeg. Zapas xod 400 degan, men olib kelgan paytda 130 km zapas xod qolgan edi. U yoqdan chiqqan paytimda 50 km bordi. Kirib kelgan paytim 359 ko'rsatyapti. Demak, qancha? 300 km plus 130 bo'lsa 430. 430 zapas xodni ko'rsatyapti. Yana aytaman, men mashinani 60-70 haydaganim yo'q. Men nomer bo'lmaganligi uchun, radarga tushmaganligi uchun kechirasizlar. Faqat tapit qilib turdik. Mashina shu uchun gap bo'lishi mumkin emas. Zo'r, tavsiya qilib qolaman. Buni batareykasiga to'xtaladigan bo'lsak, elektromobil bo'lganligi uchun ko'pchilikni qiziqtirgan savollarga asosiy muhim joylarga javob berib o'tib ketaman. Batareykasi litiy-ion, o'sha paytda 4-pokoleniya deyilgan, 2022-yil ishlab chiqarilgan. 20-yildan keyin bu yoq ishlab chiqarilgan o'sha litiy-ionlar haqiqatan ham juda puxta va yaxshi. Keyin ko'pchilik aytardi, bu o'zidan nur chiqaradi. Yo'q, hech qanaqa nur chiqarmaydi, hech qanaqa boshqa ta'sir qilmaydi. Men faqat bu bo'yicha yaxshigina odziv qoldiraman. Yana bitta narsani aytib qoldirishim kerak. Bitta Farhod aka degan toshkentlik bratanga sotgandim shu mashinamni 1-2 yil oldin. 2 yil o'tibdi. Endi u odamga telefon qildim, men aytdim, qancha yurdingiz? 100 mingdan ziyod probeg qilganman dedi. Ochiqini aytsam, 100 mingdan ziyod probegi bor. Ana endi aytayaptiki, xadovkani remont qilishim kerak, zapchas qaynab topsam bo'ladi. Azizlar, zapchas muammo emas. Bunga tushadigan eng optimal variant bundan o'ziniki Cobaltmi, shu Gentronic tushadi dedilar. Yumshoqroq qilaman desam, Malibuni maslahat beraman. U akamga ham aytdim, rahmatlar, bemalol Malibuni qo'ysangiz bo'ladi dedim. Ustalar ham aytdi, Malibuni qo'yamiz, to'pichadan qilib beramiz degan. Shu uchun yana bir bor ya uveraymiz, men ishontirib ayta olamanki, mashinani yurishi bo'yicha va o'zini xarajatlari bo'yicha вообще shokolad gap bo'lishi mumkin emas, shokolad. Xullas qalon shunaqa gaplar. Ana hozir skorsimiz 51 bilan ketyapman. Mashinani olgan paytimiz 360 edi. 360 tezlikda edi. Hozir 357 ni ko'rsatyapti. Adashmasak biz где-то bir 3 kilometrdan ziyod yurdik. Aniq aytadigan bo'lsak, kilometrajni agar 60 gacha chiqib ko'rmasak, toch hisoblaydi. Qancha yurgan bo'lsang, o'shancha hisoblab beradi lekin. Buni narxiga to'xtaladigan bo'lsak, narxi olmoqchi bo'lsangiz 16 ming. Yana skidka, yangi yil novogodniy skidkani aytaman azizlar. Pul bilan keling, yana skidka bor ustida. Yana bor. Yana aytaman, misol uchun skidkasini hozir aytaman 100, 200, даже 300, 400, 500 ham emas, zo'r skidka qilib beramiz. Qancha arzon olsangiz bizga shuncha xursandmiz. Aniqroq aytadigan bo'lsak, xalq bizdan qancha foydalansa, manfaatdor bo'lsa, biz shuncha xursand bo'lamiz. Duoda unutmang. Bo'lib to'lash variant через bank bo'lmaydi. Bizni o'zimiz bilan boshlang'ich 50% deyilgan, mayli plus 50% ga yetmasa ham qanchadir qism yetadigan bo'lsa qilib beramiz.
misol uchun pulingiz kelinki 40% ketadigan bo'lsa, mayli qilib beramiz. O'zimga kelib uchrashing, muammo yo'q, o'tadigan joylari bor, qilib beramiz. Muddati esa, muddatini xo'jayinlar rahbarlar bilan gaplashayotgan paytda 1 yil deyapti. Mayli, siz uchun muddatini ham chiroyli qilib, misol uchun 1 yildan oshiqroq qilib hal qilib beramiz, muammosi yo'q. Aytmoqchi bo'lganim, nima demoqchiman? Xalq bizdan manfaatdor bo'lsin, xalq bizdan foydalansin, biz shuni tarafdorimiz. Umuman olganda bo'lishmoqchi bo'lgan fikrlarim shu. Men sizlarga narxi bo'yicha va rassrochka variantlari bo'yicha va avtokredit qilish muammo emas, hammasini aytib o'tdim va real odzivni qoldirdim. Chunki o'zim haydadim, 300 kilometrdan ziyod haydaganligim uchun real odziv qoldirdim. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqing, pastda nomerlarimiz bo'ladi yoki ofisimizga tashrif buyuring. Podpiska bo'lishni unutmang, like qo'ying, bu bizga yana dalnishi motivatsiya beradi. Xullas kalon, o'zingizni asrangizlar. Biz bilan qoling. China Motors xalq tanlovi.